Biz Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyati markazi qadim va go'zal Turkiston shahridamiz. Hozir sizga ajoyib bir inshootni ko'rsatmoqchiman. Ungacha aytish kerak, keyingi qisqa vaqt ichida Turkiston viloyati markazi Turkiston shahrida juda katta madaniy, ma'rifiy inshootlar qad rostladi. Ko'chalar nihoyatda ravon, tekis bo'ldi. Ko'p qavatli uylar qurildi. Shu bilan birga yaqindagina Turkiy davlatlar prezidentlarining navbatdagi sammiti bo'lib o'tgan Turkistonda mana shunday muazzam bir masjid foydalanishga topshirildi. Bu masjid bilasiz O'zbekiston Respublikasi prezident tashabbusi bilan qurildi. Bu masjid ikkita ulug' xalqni, o'zbek va qozoq xalqini do'stlik ramzi sifatida ham bunyod etildi desak xato qilmagan bo'lamiz. Mana hovli tomoni mana juda ajoyib noyob manzarali daraxtlar ekilgan. Turkiston shahrining eng ko'zga ko'ringan obod gullagan joylaridan birida masjid barpo etilgan. Bir nechta minoralar bor va muazzam gumbazlar bu yoqqa kelayotgan odamlarning hayratiga hayrat qo'shyapti va kirib namoz o'qiyotgan musulmon birodarlarimiz ikkita xalqimizni haqqiga duolar qilyaptilar va o'zbek va qozoq xalqlari qadimdan bir ota-onani farzandlari ekanliklarini va bu do'stlik doimo ikki xalqning manfaatlari uchun xizmat qilganligini aytib, ikkita xalqimiz haqqiga va ikkita xalqimizni prezidentlari haqqiga duo qilyaptilar. Mana bu juda muazzam imorat, betakror koshona darvozalariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Mana bu yerga nafaqat namozxonlar, musulmonlar, shu bilan birga xorijdan kelgan mehmonlar ham tashrif buyurar ekan va buni o'ziga xos me'moriy ko'rinishlari, go'zal Qur'on oyatlaridagi bitiklarga qarab tabiiyki ular ham hayratga tushadi. Mana ichki tomonlarini ko'rsataman sizga. Turkiston shahridagi O'zbekiston Respublikasi prezident tashabbusi bilan barpo etilgan muazzam koshona masjid. Bunday masjid imoratlar tarixda kam takrorlanadigan hodisa sifatida qarash kerak. Bundan bir necha asrlar muqaddam Sobiqron Amir Temur bobomiz mana shu yerga tashrif buyurganda musulmon olamining Yassaviya tariqati asoschisi buyuk avliyo Ahmad Yassaviy maqbarasida muazzam katta bir koshonani juda o'sha paytda hozirgacha ham dunyoda tengi yo'q bir maqbara va masjidni barpo qilgan edi. Tarixning takrorlanishini qarangki, oradan asrlar o'tib Sobiqron Amir Temur bobomiz takrorlagan xayrli ishni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana shunday bir muazzam masjid barpo etib takrorladilar va bu ikki xalqimiz uchun xizmat qiladigan, Allohga iltijo qilib ikkita xalq va insoniyatga tinchlik tilaydigan, odamzodni yomonlikdan qaytaradigan, ezgulikka da'vat etadigan muqaddas maskanga aylandi. Demak, asrlar o'tsa-da ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, birodarlik va ulug' bobolarimizning an'analari bugun davom etmoqda. Masjidning ichkarisida biz Turkiston viloyati markazi Turkiston shahrida barpo etilgan muazzam koshona ichki qismi mana tepaga chiqadigan zinapoyalar, mana ichkarisidagi mana bildur qandillarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ustunlar, bir necha ustunlar. Qarang, biri-biridan go'zal, ajoyib ustunlar. Eng tepadagi gumbaz qismi mana. Ustunlar. Mana ichki tomoni bu. Bu yerda musulmonlar namoz o'qishyapti.
Sayohatchilar turibdi mana. Kamoljon aka, ikki og'iz taassurotingizni aytsangiz. Men ushbu masjidga kelib shunday bir kayfiyatim ko'tarildiki, bu juda katta sovg'a bo'libdi bu o'zbek qozoq do'stligi uchun. Shu yerda kelib namoz o'qiganlar uchun, shu yerda namoz qilganlar uchun juda katta sharoit yaratilibdi. Bu O'zbekistonda Qozog'istonga bo'lgan yaxshi bir hadyasi, sovg'asi. Bir endi biz mana shunday bir haligi masjid qurilishiga o'zlari bosh-qosh bo'lishi, shunday bir masjid Qozog'istonda qurilishi, ularga uchun tuhfa qilgani biz uchun katta bir faxr. Bir necha asrlar muqaddam Sohibqiron Amir Temur bobomiz Ahmad Yassaviydek ulug' bobomizni ruhlarini shod qilish uchun muazzam bir koshona barpo qilgan edi. Butun dunyo hozir ham kelib ziyorat qilyapti. Endi yana tarixni takrorlanishini qarangki, oradan asrlar o'tib, O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Turkiston shahrida mana shunaqangi muazzam bir masjid qad rostladi. Demak, bu xalqlarimiz o'rtasidagi an'analar, bir-birimizga bo'lgan hurmat yana ham yaqinlashyapti, davom etayotganligi. Doimiy, abadiyligidan bir namunasi. Namuna sifatida. Mana biz hozir Ahmad Yassaviy bobomizni maqbarasini ziyorat qilib keldik. Biz shuni bilar edik. Mana eshitib, mana bu qurilgan masjidga keldik. Bu masjid yana bizni kayfiyatimizni ko'tardi. Mana Ahmad Yassaviyning avlodlari o'zimizda Toshkentda yashayotgan dunyoga taniqli tabib akamiz Ravshanbek aka bilan keldik. Ravshanbek aka ham ikki xalq farzandi. O'zlari Qozog'iston tug'ilganlar, O'zbekistonda bugun faoliyat olib boryaptilar va nafaqat o'zbek, qozoq, balki butun dunyo xalqlarini kasallarini davolayaptilar. Bir paytlar sizni bobolaringiz Ahmad Yassaviy va o'shaning otalari, keyingi avlodlari odamlarimizni qalbini davolagan, salomatligini davolagan. Bugun siz ham shu an'anani davom ettiryapsiz. Mana bugun bu yerdagi masjidga kirganingizdan keyin taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Endi tasavvur zo'r. Bundan ortiq bo'lmaydi. Uni qurgan ustalariga ham ming rahmat, hurmatli prezidentimizga ham ming rahmat. Kasal bo'lmasin, sog' omon bo'lib yursin, bolalariga, nevaralariga bosh bo'lsin. Bunaqa masjid, bunaqa hadiya O'zbekistondan Qozog'istonga o'zbeklar bilan qozoqlarning do'stligi uchun bu namunaviy bo'lishi kerak. Hammamizga mana faxrlanishimiz kerak. O'zim kirib hayron qoldim. O'tganda Ustroyka bo'layotganda ko'rgan edim. Mana bugun 2 kun kechadan beri ziyorat qilib kelyapmiz. Mana hozir bu mo'jizaviy san'at asari qarang. Bunaqa masjidga endi kirmasdan o'tmashga bo'lmadi. Buni 15-may kuni ochildi. Ochilishiga kelamadik. Mana bugun kirib ko'rib turibmiz. Bunaqa jannat joy, bunaqa bu Allohning uyi. Mana burun Amir Temur bobomiz qurgan bo'lsa Turkistonda Ahmad Yassaviyni mana hurmatli prezidentimiz ham esdalik qoldirdi. Mana ikki do'stlikni mana mo'jizasi mana shu bo'ladi. Ikki xalqning o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydigan. Bir narsada yana bugun qadrli do'stlar, ayrim ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar mana shu yerdagi masjidning qurilishi bilan bog'liq va boshqa xorijiy mamlakatlarda O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan qurilayotgan Ulug'bek masalan maktabi yoki Afg'onistondagi qurilishlari va Turkiyada jabr chekkan, zilziladan jabr chekkan qondoshlarimizga yordam tariqasida qurilgan imoratlar, uy-joylar haqida gapirganda oldin o'zimizga qurmaydimi, keyin boshqa yoqqa qursa bo'ladi-ku degan gaplarni ham, e'tirozlarni ham eshityapmiz. Bunday e'tirozlarda ham jon bordir, lekin aslida mana bir necha asrlar muqaddam Sohibqiron Amir Temur hazratlari nafaqat bugungi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, balki Eron, Ozarbayjon, Rossiya hududlarida ham, arab dunyosi mamlakatlarida ham qancha muazzam imoratlar, masjidlar, maqbaralar barpo etgan. Va Amir Temur bobomiz dunyodan o'tib ketgan bo'lsa-da, bugun o'sha yerda yashayotgan xalqlar va o'sha yerga sayohatga borayotgan odamlar Amir Temur bobomizning ruhlariga tilovatli o'qib rahmatlar deyapti. Shunday ekan, bugun bizning muhtaram prezidentimizni Qozog'istonda, Ozarbayjonda, Afg'onistonda, Turkiyada qurgan imoratlar, tashabbuslari bilan qurilgan imoratlarni ham ana shunday qabul qilishimiz kerak. Buni albatta bizni ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilarimiz, xalqimiz to'g'ri qabul qilish kerak. Va albatta o'zimizning xalqimiz manfaatlari yo'lida ham qilinayotgan islohotlar bor, bajarilayotgan ishlar bor va yana hali bajarilishi kerak bo'lgan ko'p
vazifalar bor. Ular ham navbati bilan nasib etsa bajarilishi kerak. Chunki mamlakat prezidenti xalqning manfaatlari uchun katta ishlar qilayotganini ham e'tirof etishimiz kerak. Lekin haqiqatni ham tan olishimiz kerak. Haqiqatni aytishimiz kerak. Bugun mana Qozog'istondagi mana shu muhtasham masjidda bu yerdagi qozoq qarindoshlarimiz aytayotgan e'tiroflari va duolarida ana shunday mazmun mohiyatni, xalqimizga bo'lgan hurmatni, prezidentimiz timsolida O'zbekiston Respublikasiga bo'lgan hurmatni sezganim uchun aytdim.